Agar u 5 daqiqa oldin ichkari kirganda, bugun bu texnika bo'lmas edi. Qadimgi Yunonistonda mashhur shoir Simonid katta ziyofatga taklif qilinadi. Zal mehmonlarga to'la. Boy savdogarlar, siyosatchilar, do'stlar va tanishlar bir joyga yig'ilgan. Simonid ular oldiga chiqadi va she'r o'qiydi. Zal olqishlarga to'ladi. Hamma xursand. Shu payt kimdir Simonidni tashqariga chaqiradi. Simonid eshik tomon yo'l oladi. Bir necha soniyalar o'tib, yer qimirlashni boshlaydi. Odamlar ustiga esa tom qulab tushishni boshlaydi. Chang, to'zon, baqir-chaqir. Simonid esa bazo'r tashqariga chiqishga ulgurib qoladi. Mehmonlar esa vayronalar tagida qolib ketadi. Ularni hatto tuqqan onalari ham tanib bo'lmas darajaga keladi. Bundan Simonid chuqur qayg'uga botadi. Biroq jasadlarni dafn etish kerak. Simonid ko'zlarini yumadi. Xotira saroyi bo'ylab sayohatni boshlaydi. Kim qayerda o'tirganini ko'z oldiga keltirishga harakat qiladi. Kim eshik yonida, kim stol oldida, kim esa chap tomonda va kim markazda o'tirganini ko'z oldiga keltiradi. Shu orqali u xotira saroyi, ya'ni lokatsiya metodiga asos soladi. Miyamiz joylashuvlarni yaxshi eslab qoladi. Misol uchun 5 ta narsani eslab qolishga harakat qilib ko'ramiz. Yaxshilab tasavvur qiling. Eshigingizda telefon alanga olib yonmoqda. Pol ustiga qarasangiz, u yerda kalitlar yopishib turibdi. Oshxonaga kirsangiz, u yerda devorda non yopishib turibdi. Divanga qaradingiz, divanda esa kitobdan tutun chiqib yotmoqda. Va hammomga kirdingiz. Hammomda esa suv o'rniga Coca-Cola oqmoqda. Tabriklayman. Siz lokatsiya usulini samarali qo'llashni o'rgandingiz. Kanalga obuna bo'ling. U yerda to'liq darsliklar bor.